Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematolog va kardiorematolog bolalarda ko'plab uchraydigan va kasalliklardan keyin, kasallik vaqtida ko'plab kuzatilib, ota-onalarni xavotirga soladigan limfa tugullari haqida gaplashamiz. Bugun biz sizlar bilan limfa tugullari nimaga kattalashadi, bolalarda asosan qaysi limfa tugullarini kattalashishi va qaysi kasalliklarda ularga e'tibor berish va qaysi holatda shifokor nazoratida bo'lish kerakligi haqida tushuntirib o'taman. Limfa tuguni o'zi bu nima? Limfa tuguni limfa tizimida joylashgan dumaloq yoki loviyasimon bez organlari hisoblanadi. U immun tizimining asosiy qismi bo'lib, butun tana bo'ylab joylashadi. Bulardan eng asosiylar bu bo'yin sohasida, qo'ltiq, ko'krak ichi, qorin bo'shlig'i, chov sohasida joylashgan bo'ladi va ularni kattalashi ba'zi bir ma'lum kasalliklar haqida gapiradi. Xo'sh, limfa tizimini, limfa tugullarini o'zi qanaqa vazifalari bor? Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Limfa tugullarining birinchi vazifasi bu filtrlash, ya'ni tozalash. Limfa tugullari limfa suyuqligi orqali kelayotgan virus, bakteriya, zamburug', toksik zarrachalar, parazitlarni o'zida ushlab qoladi va zararsizlantiradi. Limfa tugullarining keyingi funksiyasidan biri bu immun himoya funksiyasi hisoblanadi. Bunda limfa tugullarida immun hujayralari, ya'ni limfatitlar va makrofaglar joylashadi. Ular organizmga kirib kelgan infeksiyalarni tanib oladi va ularga qarshi antitela ishlab chiqarish orqali organizmni himoya qiladi. Infeksiyaga qarshi javob reaksiya funksiyasi. Bunda organizmga kirgan har qanaqa infeksiyaga nisbatan limfa tugullari faol ishlashni boshlaydi va organizmda immun hujayralari ko'payishni boshlaydi. Shu yo'l bilan limfa tugullari kattalashadi va infeksiyaga qarshi kurashishni boshlaydi. Limfa tugullarining yana bitta muhim funksiyalaridan biri bu onkologik himoya, baryer, ya'ni to'siq funksiyasi. Bunda organizmda paydo bo'lgan birlamchi o'sma hujayralaridan saraton hujayralari ajrab chiqadi va to'qimalar orasiga to'planadi. To'qimalar orasidan ular limfa tomirlariga o'tadi. Limfa tomirlaridan yaqinda joylashgan limfa tugullariga tushadi. Limfa tugullari ularni filtrlaydi va o'zida ushlab qoladi. Bu yo'l bilan organizmga tarqab ketishini himoya qiladi. Shu yo'l bilan limfa tugullari kattalashi bizga signal beradi. Limfa tugullarining keyingi funksiyalaridan bittasi bu limfani harakatini tartibga solish funksiyasi. Bu nima degani? Bu limfa tugullari limfani aylanishi, ya'ni harakatini boshqarishi va ularni qon aylanish sistemasiga qaytib tushishini ta'minlaydi. Hozir sizlar bilan biz limfa tugullarining funksiyalarini, qayerda joylashishini tanishtirib o'tdim. Ana endi bo'lsa bolalarda eng ko'p uchraydigan limfa tugullari haqida gaplashamiz va ular qaysi kasalliklardan bizga xabar berishini ham sanab o'taman. Immun tizimi bolalarda juda ham faol bo'lganligi uchun bolalarda limfa tugullarining kattalashishi ko'plab uchraydi va bu asosan xavfsiz holat bo'ladi. Xavfsiz holat ekanda befarq bo'lishga shoshilmang. Limfa tugullarining funksiyalarini sanab o'tganimda onkologik himoya funksiyasi haqida ham tushuntirib o'tdim. Demak, bu holat bolalarda ham kuzatilishi mumkin. Bolalarda eng ko'p kattalashadigan limfa tugullaridan birinchisi bu bo'yin limfa tuguni. Nimaga bolalarda bo'yin limfa tugullari kattalashadi? Bunga sabab bolalarda ORV, angina, faringit, otit kabi kasalliklar ko'p uchraganligi sababli og'iz bo'shlig'i va burun shilliq qavatlarida infeksiyalar o'ta faol holatda bo'lganligi uchun bo'yin limfa tugullari kattalashadi. Ular asosan yumshoq, harakatchan va og'riqli bo'lishi mumkin. Agarda farzandingizda jag' osti limfa tugullari kattalashgan bo'lsa, demak siz ahamiyat bering. Farzandingizda balki tishlari chiqayotgandir yoki tishlarida karies, og'iz bo'shlig'ida stomatit yoki og'iz bo'shlig'i infeksiyalari kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Quloq orqa limfa tugullari kattalashsa, bu qizamiq, bosh terisi infeksiyalari va tashqi otitdan darak beradi.
Agar ensa sohasidagi limfa to'qimalari kattalashsa, pediklyozdan bosh terisi mikozlari va qizamiqda kuzatiladi. Keyingi limfa to'qimamiz bu qo'ltiq osti limfa to'qimalari. Bu bolalarda juda ham kam uchraydi, lekin qo'ldagi terilarga yara chiqqanda yoki vaksinadan keyin kuzatilishi mumkin. Chov sohasidagi limfa to'qimalari ham bolajonlarda kamdan-kam kuzatiladi, lekin siydik yo'li va buyrak bilan bog'liq infeksiyalarda ham kattalashadi. Qaysi holatlarda limfa to'qimalari kattalashidan xavotirga tushmasligimiz kerak va bu normal hisoblanadi. Qachonki limfa to'qimalari 1-1,5 santimetrgacha kattalashsa, harakatchan va palpatsiyada ba'zida og'riqli bo'lishi mumkin va albatta infeksiyaga davolangandan keyin ular yo'qolishi bu normal holat hisoblanadi. Qachon biza vahimaga tushishimiz yoki shifokorga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda limfa to'qimalari 1,5 santimetrdan katta bo'lsa, 2-4 haftadan uzoqroq muddatda davom etsa va bu limfa to'qimalari kattalashishi bir necha guruhlarda kuzatilsa, bolada tungi bezovtalik, terlash va uzoq muddat davom etib palpatsiyada harakatsiz va og'riqsiz bo'lsa, biz albatta shifokorga murojaat qilishimiz va chuqurroq tekshiruvlardan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana limfa to'qimalari haqida menimcha anchagina ma'lumotga ega bo'ldinglar. Yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar bo'yicha hamma bolada ham limfa to'qimalari kattalashadi degani emas. Bu limfa to'qimalari har doim ham hamma bolalarda ham kuzatilmaydi. Asosan surunkali kasalliklarga moyil bolalarda ko'proq kuzatiladi. Bizni kuzatishda davom etdik. Qaysi kasalliklarni yana yoritishimizni xohlasanglar, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bizaga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz bilan farzandlaringizni sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.